Bitta okamiz Polshada ancha amir kuzatar ekanlar. Oka mana shu to'qo'tining katolingizni ancha amiri reklama qilasiz, haqiqatan ko'ryapman. Yaxshi effekt beryapti. Zakaz qiluvdilar, xudo xolasa. Shu mana yomg'ir ham boshlandi. Okamizga dastlabki qilib berdik. 300 kvadratli do'xtirning katolimiz. Ya'ni ko'pchilik savol beryapti. Buni ham atapeniga, ham issiq suv olasizlar. 1 minutiga 13 litrdan 15 litrgacha issiq suv chiqarib beradi. Zo'rur, bitta mashg'ulotga ishlaydi. Xudo xolasa uyni ham уже qurilishni boshlab yuboribdilar. Ularga olib kelib berdik. Dokumentlar bilan xudo xolasa. Okalar bosib olgan joyi kommunalka, gazga to'lovli 30-40%, почти 50% gacha ekonom bo'ladi, xudo xolasa. Realniy bor narsa, effekti zo'r narsa. Ko'pchilik xonadonga ustunovka ham qilib beramiz biz o'zimiz. Sovuq suv kiradi, issiq suv chiqadi. Obratniklar bilan qo'yib yuborsanglar, vashim mazza qilasizlar. Podacha obratkasi. Xudo xolasa aka ko'rayotgan bo'lsangiz, inshaalloh o'g'lingizga topshirib olamiz. Xudo xolasa siz bilan telefonlashib turamiz, ya'ni o'g'lingiz bilan o'zingiz kelsangiz, yana telefonlashamiz. Ishlayotgan jarayonni kelib yana video qilamiz. Xudo xolasa muammo bo'lmagan qilib cho'tcha qilib o'g'lingizga hozir topshiramiz. O'rtoqlar, videoga like bosasizlar, yaqinlarga ulashib qo'ysanglar, kelayotgan qishga ancha-muncha gazga kam to'laysizlar. Kerak bo'lsa zakaz berasizlar, xudo xolasa yetgan joylarga dastlabki qilib beramiz.